Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi 23. bölüm sabr qilish va shukr qilish haqida. Bu bölüm ikki bab bo'lib, birinchisi sabr uning haqiqiy qismlari va shuningdek ishlar to'g'risida sabrning fazilati haqida. Allah Taala sabr so'zini Qur'on Karimda 90 ga yaqin o'rinda tilga ilib, sabr qilishga eng ko'p yaxshilik va darajalarni nisbat berdi va ularni sabr qilishning mevasi qildi. Allah Taala aytadi: ular külpetlerge sabır qilgan bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Allah Taala yana Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi ular sabr qilganlik sababli to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salg'anlari, ya'ni imoratlarini yasaganlari, yana bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Va yana ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Sabr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amalidan yaxshiroq savob beramiz degan. Yana bir oyatda faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz berildi degan. Sabr qilishdan boshqa har qanday ibodatning savobi belgilanib va hisoblanib berildi. Ro'za tutish sabr qilish jumlasidan bo'lganligi uchun Alloh taolo ro'za faqat men uchun bo'ladi, uning ajrini o'zim beraman degan. Alloh taolo sabr qilguvchilarga o'zining ular bilan birlashganligini va'da qilgan va sabr qilguvchilarga boshqalar jam qilib baxmagan ajrlarni jamlab keltirgan. Alloh taolo mundaq deydi: biz sizlarni biroz qo'rqinch, biroz qahatchilik, mollaringlar, jonlaringlar, bolalaringlar va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat va ziyon zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ularga bir musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning iqdorchiligimiz, Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz deydi. Ana shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Bu vaqtdagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Bu vaqtdagi hadislarga kelsak, Sayyinda Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: hech bir kishiga sabr qilishdan mubak yaxshi va kangri sovg'a berilmagandir. Yana bir hadisda Rasululloh sabr iymonga nisbatan badandagi bosh o'rnida turdi degan. Hasan al-Basri rahimahulloh mundaq degan: sabr qilish yaxshi xazinalardan bir xazinadir. Alloh azza va jalla uni o'z huzurida hurmatli kishiga berdi. Alloh taoloni haqiqiy tunug'uvchilardan birining yanchuqida bir parcha xat bo'lib, uni har soat chiqarib uningga qaraydi. U xatda bu oyat yozilgan edi: Parvardigoringning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizda tursan, uyqudan turgan vaqtingda Parvardigoringga tasbih aytqin hamda aytqin. Sabr qilishning haqiqati va ma'nosi. Shuni bilginki, sabr qilish insoniy xususiyatdir. Hayvonlar naqis yaratilg'achqa va tabiiy turtkilarga mahkum bo'lg'achqa ularda sabr qilish yo'qdir. Farishtalar mukammal bo'lganligi uchun ularda sabrning bo'lishi tasavvur qilinmaydi. Chunki farishtalar Alloh taolaning huzurida ibodat qilishga xos qilib yaratilgandir. Ularga Alloh taolaning huzuridan to'sadigan bir to'sug'uchi shahvat hukmron qilinmagandir. İnsan bo'lsa balalik mezgilda hayvonga o'xshash nuqsonliq yaratilgandir. Onun da balalik mezgilda o'zi muhtoj bo'lgan uzuqlanish istikili yaratilgandir. Ondan balada o'yin tomosha va zinnat istikiga erishmanlik ko'rildi. Ondan nikohlanish istiki oshkora bo'ladi. Uningda sabr taqat kuchi bo'lmaydi. Aqliy kuchi harakat qilib kuchlansa, u oqqorin farq etishida hidoyat nurlarini ko'rdi va balog'at yoshiga yetguncha xuddi quyosh shari zohir bo'lganga qadar tong nuri tadrijiy oshkora bo'lgandek tadrijiy o'sib yetiladi. Lekin o kamtuk hidoyat bo'lib, uningga oxirat manfaatlarini ko'rsatilmaydi. Bu kamtuk hidoyat nuri shariat ilm ma'rifat bilan bog'langanda oxiratga munosabatli narsalar ko'rinadi va uning quroli ko'p bo'ldi. Lekin inson tabiati o'zi yaxshi ko'rgan narsani talab qildi. Shariat va aql bo'lsa, inson tabiatini yaxshi ko'rgan narsadan cheklaydi. Shuning bilan inson tabiati bilan shariat va aql orasida urush portlaydi. Bu urushning jang maydoni insonning qalbidir. Demak, sabr qilish istak g'ariziga qarshi din turtkisining mustahkam turishidan iboratdir.
Agar u istakni bo'ysundurg'icha mustahkam tursa, sabr qilg'uvchilar qatoriga qaytiladi. Agar u ojiz kelib istakka yengilsa va shahvatni dafi qilishga qodir bo'lolmasa, shaytonlarning agashkuchlari qatoriga qaytiladi. Bundaq bo'lganda sabr qilish diniy turtkining havo havasga qarshi turishda mustahkam turishidan iboratdir. Bu qarshi turish insonlar xususiyatidir. Fasl. Shuni bilginki, sabr ikki turli bo'ladi. Onun biri badaniga xos sabrdir. Badan bilan ig'richiliklarni ko'tarish va ibodatlar yoki uningdan boshqa qiyin ishlar bilan mashg'ul bo'lishga o'xshash. Yana biri bo'lsa, nafsning inson tabiati va havoyi havasi talab qilgan narsalarga qarshi sabr qilishdir. Agar qursoq va avrat shahvatidan sabr qilinsa, bu turlik sabr iffat deb ataladi. Agar urush qilishda sabr qilinsa, botirlik deb ataladi. Agar achchiqni yutishda sabr qilinsa, halimlik, bearam qilg'uvchi hodisada sabr qilinsa, kanqursoqlik, bir sirni yushirishda sabr qilinsa, og'zichinlik, agar turmushning ortiqcha narsalaridan sabr qilinsa, zoidlik, agar ozg'ini nasibik sabr qilinsa, qanoat deb ataladi. Musibat damidagi dal sabrchanlikdir. Biz tilg'ilib o'tgan mazmunlardan iymon axloqlarining ko'pinchisining ismlari har xil bo'lsa-mu, bog'lanishlik narsalarning o'xshamasligiga qarab sabr qilishning jumlasidan ekanligi oshkordir. Shuni bilginki, banda har qanday holatda sabr qilishdan behojat bo'la olmaydi. Chunki banda dunyoda yo'liqisi barliq narsalar ikki turdan xoli bo'lmaydi. Birinchi tur tan sog'liq, salomatlik, mol-mulk, yuz obro'y, xish aqrabo, ko'plagan ayyash kuchi va mo'l dunyo lazzatlaridan iborat insonning havo havasiga muvofiq keladigan narsalar. İnson bu ishlarning hammasida sabr qilishga muhtoj. Chunki sabr qilish orqali inson u narsalarga moyil bo'lib ketmaydi. Onun bilan lazzatlanishga berilmaydi va o'z milini sarf qilish va badani bilan haqqa yordam qilish orqali Alloh taolaning haqqiga rioya qiladi. İnson lazzatlariga berilish va uningga moyil bo'lishdan o'zini tutib ololmasa, bu uni haqqavurlik va haddidan ishga ilib boradi. Ariflar Allohning haqiqiy tunug'uchilardan biri mundaq degan: Mümin bala musibatga sabr qila oladi. Ammo kengri turmush siniqiga faqat siddiq, bekroschilik kishilar sabr qila oladi. Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu mundaq degan: Biz qiyinchilik bilan sinilib sabr qildik, ammo kengri turmush bilan sinibildik, sabr qila olmadik. Shuning uchun Alloh taolo mundaq degan: Ey mu'minlar, mollaringlar va bolalaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan g'aflatda qoldirmasin. Kimlarki shunday qildi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Allah Taala yana mundaq degan: Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Allah Taala yana mundaq degan: Ey mu'minlar, sizlarning ayollaringlardan, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'lganlarmi bor? Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afv qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Alloh sizlarni mag'firat qiladi. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Haqiqiy erkak kengri turmushga sabr qila oladigan kishidir. Bu sabr shukr qilishga bog'lanadi. Sabr qilish bo'lsa, mukammal shukr qilish bilan takomillashadi. Kengri turmushga sabr qilish shuning uchun qiyindirki, bu holatda sabr qilish qurbi yetib turib sabr qilganlikdir. Och qolgan odam lazzatlik tomoq hozir bo'lganda sabr qilganga qaraganda tomoq yo'q vaqtda bekrak sabr qila oladi. Ikkinchi tur havo havasining aksi narsalar bo'lib, bu 3 qismidir. Birinchi qism taat ibodatlarni qilishda sabr qilish. İnson taat ibodatlarni qilishda sabrga muhtojdir, chunki nafs o'z tabiatida qulluq qilishdan qochadi. Ibodatlardan namozga o'xshash insonning hururlik sababidan qilish ig'ir tuyulgan ibodatlar bordir. Zakat berishga o'xshash bexillik sababidan qilish ig'ir tuyulgan ibodatlar bordir. Hururlik va bexillik sababidan qilish ig'ir tuyulgan haj va jihadga o'xshash ibodatlar bordir. Allah rizoligini iroda qilguvchi 3 xil holatda Robbining taat ibodatiga sabr qilishga muhtoj bo'ladi. Ibodatdan burungi holat, ya'ni niyatni to'g'rilash, ixlos qilish va riyo aralashib qilishdan sabr qilish saqlanishdir. İbadatdagi holat, ya'ni ibodat jarayonida Alloh taoladan g'ofil qolmaslik, ibodatning sunnat va adablarini bajo keltirishdan erinmaslik, bu orqali ibodatdan forig' bo'lgan qadar charchab qolmay sabr qilishni lozim tutishdir.
Oxirgisi ibodatdan keyingi holatdir. Bu holatdagi sabr bo'lsa, ibodatni sabr bilan yoshirish, riyo va shuhrat tufaylidan ibodatini oshkorlamaslik va ibodatni buzadigan har qanday ishni qilmay sabr qilish lozim. Kimki sadiqa qilgandan keyin sabr qilib minnat qilish va aziyat yetkazishdan saqlanmasa, qilgan sadiqasining savobi yo'q chiqadi. Ikkinchi qism gunoh ma'siyatlar oldida uni qilmay sabr qilish, banda buningga nima degan muhtoj? Agar gunoh qilish oson bo'lgan g'ayvat qilish, yolg'on aytish, jidallashish qatorliq til bilan qilinadigan gunohlar bo'lsa, bu gunohlarni qilmay sabr qilish qiyindir. Sen boshqalar ipak kiyim kiysa, uni yomon ko'radigan, ammo o'zi kun bo'yi g'ayvat qilsa-mu, o'z qilmishini yomon ko'rmaydigan bir kishini ko'rasan. Kimki so'zlaganda tilini boshqarishga va sabr qilishga qodir bo'la olmaydi ekan, undaq kishi faqat boshqalardan ayrilib turish bilanla gunohdan saqlanib qoladi. Üçüncü qism musibatlarga o'xshash sinoq doirasiga kirmaydigan ishlar. Masalan, yaqin kishilarning o'lib ketishi, mol-mulklarning yo'qolib ketishi, qarg'u bo'lib qilish, saqsizlik va boshqa har turli balo musibatlar. Bularga sabr qilish eng yuqori darajadagi sabr qilishning jumlasidandir. Chunki bu sabr berguchi Alloh taolaning va'dasiga ishonganlikdir. Rasululloh Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa, u musibatga duchor qilinadi degan. Buningga yaqin bo'lgan yana bir qism bor bo'lib, u bo'lsa-mu kishilarning qilgan aziyatlariga sabr qilishdir. Bu xuddi so'z yoki ish-harakat bilan ya nafsiga, ya miyliga aziyat yetkazilgan kishiga o'xshash. Bu ishlarga sabr qilish aziyat yetkazuvchiga o'xshash shaklda aziyat yetkazmaslik bilan bo'ladi. Kishilar yetkazgan aziyatga sabr qilish yuksak martaba jumlasidandir. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: agar yuqori ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. Alloh taolo yana mundaq degan: biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Agar sabr qilsanglar, yana intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qilguvchilar, ya'ni kechirguvchilar uchun albatta yaxshidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Sabr qilish 3 turlik bo'ladi. Ular musibatga sabr qilish, taat ibodat qilishda sabr qilish va gunoh ma'siyat oldida sabr qilishdan iborat. Kimki musibatga sabr qilib, uning eng go'zal shaklda bardoshlik bersa, Alloh taolo uningga 300 daraja yozadi. Bir daraja bilan yana bir daraja orasida osmon va zaminning orasichilik musobabadir. Kimki taat ibodat qilishda sabr qilsa, uningga 600 daraja yoziladi. Har ikki daraja orasida zaminning chegarasidan arshning chekigicha bo'lgan musobadak orliq bordir. Kimki gunoh ma'siyat oldida sabr qilsa, Alloh taolo uningga 900 daraja yozdi. Har ikki daraja orasida ikki qatim zaminning chegarasidan arshning chekigicha bo'lgan musobadak orliq bo'ladi. Sabr qilishning fazilati haqida kelgan hadislar ko'pdir. Shu hadislardan Imom Buxoriy va Imom Muslim sahihayinda rivoyat qilgan bir hadisda Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: musulmonga tikan kirish chog'liq musibat yetsa, Alloh taolo shu sabab uning gunohlarini yo'q chiqardi. Yana bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: musulmonga yetgan harg'inlik yoki kasallik yoki andisha yoki qayg'urish yoki aziyat va yoki g'am-g'ussalar uchun, hatto badaniga kirib ketgan bir tikan uchunmi Alloh uning gunohlarini yuvadi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'min er va mu'mina ayolning o'ziga, pul milg'a va bola-chaqalarga davomli musibat yetib turdi. Oxirida Alloh taolo bilan hech qanday gunoh yo'q holatda uchrashadi degan. Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu mundaq deydi: men ey Alloh taolaning payg'ambari, qaysi kishilar eng qattiq siniladi degan edim Rasululloh. Payg'ambarlar, ondan solihlar, ondan yaxshilarning eng yaxshilari. Bir odam dini bilan sinildi. Agar kishi qattiq dindor bo'lsa, sinoq qattiq bo'ladi. Agar normal dindor bo'lsa, sinoq yengil bo'ladi. Bir banda davomli musibat bilan sinildi, hatto u begunoh holda zaminda mangdi dedi. Bizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi: Alloh taolo men bir bandamning yo badaniga, yo meliga va yo bolasiga musibat avatsam, u banda musibatni chiroyli ravishda sabr qilib qarshi olsa, men uningga qiyomat kuni mezon turg'izishdan yoki uning nomi amal daftarini ichishdan hayo qilaman.
Fasl sabr qilishning adablari to'g'risida. Sabrning adablaridan biri musibat yetgan avvalgi vaqtda sabr qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: sabr degan musibat yetgan avvalgi paytda bo'ladi. Sahih hadis. Sabr qilish adablaridan yana biri musibat yetgan chaqda istirjo aytish. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Yana biz Allah uchunmiz, Allohning dargohiga qaytquchilarmiz deyish. Muslim rivoyat qilgan. Ummu Salama radhiyallohu anhaning hadisida bu to'g'risida mazmunda kelgan. Badan a'zolar va tilning jim turishimi sabr qilish adablaridandir. Ovoz chiqarmay ko'zdan yosh oqqizish durustdir. Hakimlardan biri mundaq degan: musibat yetganda sabrsizlik qilish qo'ldan ketgan narsani qaytarib kelolmaydi, lekin dushmanni xushal qiladi. Abu Talha radhiyallohu anhuning ayoli Ummu Sulaym o'g'li o'lib ketganda musibatni chandurmagandek, musibat yetgan kishida musibat alomatining ko'rilmasligimi eng go'zal ravishda sabr qilganlik qatoridandir. Bu vaqtdagi hadis Sahih Muslimda mashhurdir. Sabit al-Bunani rahimahullah mundaq degan: Abdullah ibn Mutarrif o'lib ketdi. Onun dadasi Mutarrif kishilarning yeniga chiroyli kiyim kiyib, chechini maylagan holatda chiqib keldi. Kishilar buningdan g'azablanib: Abdullah o'lgan tursa, sen mushundaq kiyim bilan chechingni maylab chiqamsan degan edi. Mutarrif buningga javoban mundaq dedi: Men bu musibat bilan tushkunlashaymi? Rabbim tabaraka va taolo menga 3 xil xislatni va'da qildi. Har bir xislat menga dunyo va unudagi narsalardan yaxshidir. Alloh taolo mundaq deydi: ularga bir musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Mutarrifiyan mundaq dedi: agar menga oxiratda bir g'idr so'chaqliq narsa berilgan bo'lsa, men shu narsaning evaziga dunyoda mendan bir narsa musibat bilan ilinishni yaxshi ko'raman. Silay ibn Ashyam o'g'li bilan urushga chiqqan edi. Sizlar o'g'liga: o'g'lim oldiga chiqib urushginki, men senga savob umid qilay dedi. O'g'li dushmanga hujum qilib urushib o'ldirildi. Ondan Silama oldiga chiqib dushmanga qarshi urushib o'ldirildi. Shuning bilan ayollar Silaning onasi Muaza Adaviyaning yeniga yig'ilgan edi. Shunda Silaning onasi: sizlar meni tabrikligil kelgan bo'lsanglar, xush kelibsizlar. Agar buningdan boshqa ish uchun kelgan bo'lsanglar, qaytib ketinglar dedi. Agar musibat yushurug'li bo'lgan musibat bo'lsa, uni yushirish Alloh taolaning yushurun ne'matlaridan bir ne'matdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: bir banda kasal bo'lib qolsa, Alloh taolo uningga 2 farishta avatib, sizlar u kasal kishi o'zini yo'qlab kelguchilarga nim deydi, qarab turinglar deydi. Shunda qilib yo'qlovchilar kirganda, u banda Alloh taologa hamd sano aytsa, 2 farishta uni Alloh taoloning huzuriga ilib chiqadi. Halbuki Alloh taolo bandasining nim deganligini obdan bilib turdi. Ondan Alloh taolo: men bandamni vafot topqizsam, uni jannatga kirgizaman. Agar uning kesiliga shifolik bersam, uning go'shini texmi yaxshi bo'lgan boshqa bir go'shga, qinini texmi yaxshi qonga almashtirib beraman va uning xatoliklarini yuvib tashlayman deydi. Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: kasal bo'lsang, uni boshqalarga shikoyat qilmasliging va musibatingni tilga olmasliging, Alloh taolaning haqqini tunug'anliging va Alloh taolani ulug'liqanliging jumlasidandir. Ahnaf rahimahullah mundaq degan: mening bir ko'zim qarg'u bo'lib qolg'ili 40 yil bo'ldi, men uni hech kimga deb boqmadim. Bir kishi Imom Ahmadga: o'zingizni qandoq his qilyapsiz degan edi. Imom Ahmad: yaxshi, tinim salomat dedi. U kishi: tunugun oqshom qizib qoldingiz-ku degan edi. Imom Ahmad: sana tinim salomat dedim-ku, sen bu so'z yetarlik, meni yoqtirmaydigan narsani so'zligil salmag'in dedi. Shaqiq Balghi rahimahullah mundaq degan: kimki o'ziga yetgan musibatni Alloh taoladan boshqaga deydigan, Alloh taolo qilgan toat ibodatida hargiz lazzat his qila olmaydi. Hakimlardan biri mundaq degan: musibatlarni yushirish yaxshilik xazinalaridan biridir. Salaf solihlar musibat yesa, uning savobini o'ylab xushal bo'lishadi. Salaf solihlarning sabr qilish haqidagi hikoyalari mashhurdir. Shu hikoyalardan biri shunday rivoyat qilindiki, Abdulmalik ibn Umar ibn Abdulaziz o'lib ketganda, uni dadasi Umar dafn qilib, tuproq bilan qabrisini tuzlab bo'lgandan keyin o'ritirdi.
Kishilar uning atrofini qurishganda Umar ibn Abdulaziz mundaq deydi: "Ey o'g'lim, Allah sana rahim qilsin, sen otangga bek vafodor eding. Allah bilan qasam qilmanki, Allah seni menga sovg'at qilib bergandan buyon men sen sababli bek xushal bo'ldim." Yo'q, Allah bilan qasamki, Allah Taolaning seni vafot topqizganligiga bek xushal bo'ldim. Men seni Allah Taala keltirgan bu manzilga qo'ygandan boshlab Allah Taala tarafdan bo'ladigan savobdan iborat nasibamni umid qildim, dedilar. Agar sabr qilishdan bo'lgan maqsad musibatlarni yomon ko'rmaslik bo'lsa, insonning bunga kuchi yetmaydi. Bayon qilganingizdek, musibatlar mavjud turib xushal bo'lish tamoman imkonsizdir, undaq emasmi? Javob: sabr qilish faqat yaxshi ko'riladigan yoki yomon ko'riladigan narsaga qarata bo'ladi. İnsan ko'nglida bearam bo'lishga o'xshash o'z ixtiyorat bo'lmagan ishdan cheklanmaydi. Lekin yaqinlarini eritish, yuz ko'zlarini kachatlash va faryod, pig'on qatorliq o'z ixtiyorligi bilan qiladigan ishlardan cheklanadi. Biz hikoyalarda tilga ilib o'tgan ba'zi kishilarning musibati yetganda xushal bo'lishiga kelsak, u inson tabiiy jihatdan emas, balki shar'iy jihatdan xushal bo'lishdir. Chunki inson tabiiy musibatlarni yomon ko'radi. Bu misali bir bemorga keslik qarda bir ichimlik resep qilib yezib berildi. Shuning bilan u odam bu borada ko'p tirishchanlik ko'rsatdi va uningga milini sarf qildi. Ondan ichimlikni olgudek mal topgan chog'da qattiq xushal bo'ladi va tenining saqayishida umid qilib u ichimlikni ichidi. Halbuki u odamning tabiati aslida u ichimlikni ichishni yomon ko'rdi. Agar bir podshoh bir kambag'alga "Seni bu yumshoq tayoq bilan ursam, har qadamliq urushga 1000 tilla beraman" desa, kambag'al albatta ko'p urilishni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Onun ko'p urilishni yaxshi ko'rishi tayoqning og'ritmaydiganligidan emas, balki tayoq og'rishimi uningga keladigan mal sababli urilishni yaxshi ko'rdi. Shuningdek, salaf solihlarmi savobni ko'zlaganlikdan ularga kelgan musibat yengil bilingan. Fasl sabr qilishning dorisi va sabr qilishga yordam bo'ladigan ishlar to'g'risida. Shuni bilginki, og'riqni tushirgan zot dorini tushirib shifolik berishni va'da qildi. Sabr qilish qiyin ish bo'lsa-mu, ammo uni ilm va amalning qo'shilishidan hosil qilish mumkindir. Ilm va amaldan barliq qalb kasalliklarining dorilari tayyor qilindi. Har qanday kasallik o'z loyiqida ilm va amalga muhtoj. Demak, har xil kasalliklarga har xil dorilar berildi. Chunki davolashning ma'nosi kasallikni paydo qilgan sababga qarshi turish demakdir. Masalan, inson avratini, ko'zini va qalbini tutib olmaydigan darajadagi jima shahvatiga sabr qilishga muhtoj bo'lsa, bu shahvat 3 narsa bilan davolandi. Birinchisi davomli roza tutish, iftor qilganda ozg'ina tomoq yeyish bilan kifoyalanish. Ikkinchisi shahvatni qo'zg'ovchi sabablarni o'zib tashlash. Chunki shahvat qarash bilan qo'zg'aldi, qarash qalbni harakatlantirdi, qalb shahvatni harakatlantirdi. Buning to'g'risi bo'lsa, boshqalardan ayrilib yolg'iz turish va ko'ngli tortgan suratlarga ko'zning tushib qolishidan saqlanishdir. Chunki qarash iblisning zaharlik o'qlaridan bir o'q bo'lib, buningdan ko'zni tuvan qilish yoki qarashdan qochish orqali saqlanqili bo'ladi. Üçüncüsü, mubah bo'lgan narsalar orqali ko'ngli tortgan narsalarni taskin qilish. Bu nikohlanish bilan bo'ladi. Inson tabiiy xohlagan har qanday haromdan mubah ishlarni qilish orqali behojat bo'lg'il bo'ladi. Mana bu ko'pincha kishilarning eng joyida to'g'risidir. Ozuqlanishni kesish badanni ojizlashtiradi, shahvat buningdan boshqa ish bilan ojizlashmaydi. İnsan nafsini jihad qilishga odatlantirish kerak. Chunki nafsni havoy havasiga qarshi jihad qilishga odatlantirgan kishi qachon xohlasa shu vaqtda nafsiga g'olib kela oladi. Sabr va jihadning eng qiyin turi ichki dunyosini xiyol qilishdan to'xtatishdir. Bir ishga berilgan va xoli yerda turgan kishida xiyol ko'p bo'ladi. Chunki uni vasvaslar o'ziga tortadi. Buning to'g'risi aloqalarni uzish va g'amini bir g'am qilish, tafakkurni osmon zaminning saltanati, Alloh taolaning yaratish ajoyibotlari va Alloh taolani tunishning barliq yo'llariga qaytishdir. Bular qalbni bo'ysundirsa, kishining bular bilan mashg'ul bo'lishi shaytonning uni o'ziga tortishi va vasvaslarini dafiy qiladi. Agar kishi yushirin fikr qilolmasa, uni faqat qiroat qilish, zikrlarni o'qish, namozlarni o'qish qatorliq uzilmay qilinadigan inson o'ziga vazifa qilgan virdlar, zikrlar qutqizadi. Buning bilan birga qalb huzurini keltirishga muhtoj bo'ladi. Chunki oshkora zikrlar emas, yushirin fikr qalbni to'liq egilaydi. Buningga tirishish va kurash qilish orqali erishish mumkindir.
Allah Taalaning lutf inoyat bilan zohir bo'lgan ahvollar va amallardan erishiladigan maqomlar bo'lsa, xuddi ovlangan ov kabidir. O Allah Taala beradigan rizq miqdoricha bo'ladi. Ba'zida tirishchanlik oz bo'lsa-mu, u ko'p bo'ladi. Yana ba'zida tirishchanlik uzun bo'lsa-mu, u g'animati oz bo'ladi. Bu tirishchanlikda mehribon Allah Taalaning bir jazbisi asosdir. Chunki u insi jinlarning amallariga barobar keladi. Bu bandaning tanlashi bilan bo'lmaydi, balki uning tanlashi qalbidan dunyoning jazbidor ishlarini qo'mirib tashlash orqali ashu jazbiga yo'liqishni tanlashidan iboratdir. Chunki eng tuvanning tunik tartilg'uchi, eng yuqorining yuqorisiga jalb qilinmaydi. Dunyoga erisman kishi dunyoga tartildi. Shunga jalb qilg'uchi sabablardan aloqalarni uzish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haqiqatan sizlarning yil, oy, kunlaringlar ichida Parvardigoringlarning sovg'alari bor. Diqqat qilinglar va uningga o'zinglarni yo'liqtiringlar degan so'zidan maqsaddir. Ondaqda bizning majburiyatimiz zaminni yaxshilab, o't-cho'plardan pokizlab, uning urug' chashgan kishiga o'xshash bo'lish va rahmat yoqqusi o'rnini bo'shtib, Alloh taolaning rahmatining tushishini kutishdir. Yomg'ir bo'lmasa, zaminni yaxshilab, o't-cho'plardan pokizlash va urug' chechish behudadir. Inson Alloh taolaning yomg'irni qachon yog'diradiganligini bilmaydi. Biroq kishi Alloh taolaning bir yilni yomg'ir yog'dirmay o'tkazib o'tmaydiganligidek fazl marhamatiga ishonadi. Mushunga o'xshash yil, oy va kunlar Alloh taolaning rahmatlaridan bir rahmatdan va sovg'alaridan bir sovg'idan xoli qolmaydi. Shunga banda qalbini shahvatlarining o't-cho'plaridan poklagan bo'lishi, qalbiga iroda va ixlos uruqini terishi hamda qalbini rahmat shamoli keladigan o'rniga to'g'rilishi lozim. Yomg'ir bulutlari ko'riladigan atiyas mazgilda yomg'irning yig'ishidan umid cho'ng bo'lgandek Arafat kuni, Juma kuni va Ramazon oyiga o'xshash qalblar tetik, iroda maqsadlar mujassam bo'ladigan vaqtlar va boshqa sharafli damlarda shu rahmatlardan umid cho'ng bo'lishi kerak. Irodalar va qimmatli vaqtlar Alloh taolaning hikmati va taqdiri bilan Alloh taolaning rahmatining mo'l tushishi uchun sababdir. İkinci bab shukr qilish, uning fazilati, ne'matlarning bayoni, qismlari va shuningga o'xshash ishlar to'g'risida. Alloh taolo shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz degan. Alloh taolo yana agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilguvchini mukofotlovchidir, hammani bilguchidir deydi. Va yana mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilguvchilar bek oz degan. Allah taolo shukr qilganlik sababli ziyoda ne'mat beradiganligini keskin bayon qilib, o'z vaqtida Parvardigoringlar, ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmo ziyoda qilman. Agar kufrni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi deb jakarladi degan. Lekin Allah taolo shukr qilsa ne'matni texmo ziyoda qilib beradiganligini, buningdan sirt ko'p ishlarni bandaning o'z xohishi qoldirgan. Bu vaqtda Allah taolo mundaq deydi: Faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli marhamati bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki, Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tarib etishini iltijo qilgan balani Alloh ko'tarib etadi. Sizlar Allohning sheriklar qilib olganinglarni unutmaysizlar. Alloh xohlagan kishiga rizq beradi. Uningdan boshqa gunohlarni xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Alloh xohlagan kishining tavbasini qabul qiladi. İblis shukr qilishning qadr-qimmatini bilgan chaqda Adam alayhisolamning farzandlarini ayiblab, ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qilguvchilar emasligini ko'rsan degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qiyomda turib ikki topini yerilib ketdi. Ayşe raziyallohu anha uningga Alloh taolo sizning ilgari va keyingi gunohlaringizni mag'firat qilgan turug'liq mushundoq ibodat qilamsiz deganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi degan edi. Muaz raziyallohu anhu rivoyat qiludiki, u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga dediki, men seni yaxshi ko'raman. Sen ey Allah, menga seni zikr qilishga, sana shukr qilishga va sana go'zal ibodat qilishga yordam bergin degin. Fasl shukr qilishning chek-chegarasi va haqiqati to'g'risida. Shukr qilish qalb, til va boshqa a'zolar bilan bo'ladi. Qalb bilan shukr qilishga kelsak, bu yaxshilikni maqsad qilish va barliq kishilarga yaxshilik qilishni istash bilan bo'ladi.
Til bilan shukr qilishga kelsak, bu Alloh taolaga hamd sano aytish orqali Alloh taolaga shukr qilganlikni namoyon qilish bilan bo'ladi. Badan a'zolar bilan shukr qilishga kelsak, bu Alloh taolaning ne'matlarini Alloh taolaga qulluq qilishga ishlatish va uni Alloh taolaga ma'siyat bo'ladigan ishlarga ishlatishdan saqlanish bilan bo'ladi. Demek musulmondan ko'rgan har qanday ayibni yepish ikki ko'zning shukrisidir. Musulmon haqida anglagan har qanday ayibni yushirish ikki quloqning shukrisidir. Mana bular a'zolarning shukr qilishining jumlasidandir. Til bilan shukr qilish bo'lsa, Alloh taoladan rozi bo'lganligini og'zaki so'zlash bo'lib, inson bunday qilishga buyurilgandir. Rasululloh ne'matlarni tilga ilish shukrdir, tilga almaslik kufrlikdir degan. Rivoyat qilinishicha, ansarlardan ikki odam uchrashib qilib, biri yana biriga "Tinch qopibsanmi?" deganda, yana biri "Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin" degan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushundaq tangla degan edi. Rivoyat qilindiki, bir odam Umar ibn Xattob raziyallohu anhu ga salom qilgan edi, Umar uning salom qaytardi. Ondan Umar raziyallohu anhu uningga "Tinch qopibsanmi?" degan edi. U "Sana Alloh taolaga hamd sano aytadiganligimni bildirman" dedi. Shuning bilan Umar "Habballi, mana shundaq javob berishingni xohlagan edim" dedi. Salaf solihlar bir-biridan ahvol so'raydi. Ular ahvol so'rash orqali Alloh taolaga bo'lgan shukronasini namoyon qilishatdi. Bu orqali shukr qilguvchimi Alloh taolaga itoat qilguvchi, so'zlashni talab qilguvchimi Alloh taolaga itoat qilguvchi bo'ladi. Abu Abdurrahman Hubuli rahimahulloh mundaq degan: bir odam men bir odamga salom qilsa va tinch qopdingmi deb so'rasa, uningga u odam "Sana Alloh taolaga hamd sano aytadiganligimni bildirman" desa, uning so'l tarafidagi farishta o'ng tarafidagi farishtaga "Uni qanday yozsan?" deydi. U farishta "Uni hamd sano aytquchilar qatorida yozman" deydi. Abu Abdurrahmandan "Tinch qopdingmi?" deb so'ralsa, u "Sana va Alloh taolaning barliq maxluqotlarga Alloh taolaga hamd sano aytadiganligimni bildirman" deydi. Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni yomon ko'radigan narsalardan ayirish to'g'risida. Shukr qilish va ne'matga kufrlik qilmaslik faqat Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsani bilish orqali tamomlanadi. Chunki shukrning ma'nosi Alloh taolaning ne'matlarini Alloh taolo yaxshi ko'radigan o'rinlarga ishlatishdir. Kufroniy ne'matning ma'nosi shukrning aksicha ne'matdan foydalanmaslik yoki Alloh taolo yomon ko'radigan o'ringa ishlatishdir. Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsalarni yomon ko'radigan narsalardan ayirishning ikki yo'li bordir. Birinchisi oyat va hadislardan iborat naqliy dalillar. İkincisi qalbning ko'rishi, ya'ni ibrat elish nazari bilan qarashdir. Bu nihoyat tez va kam uchraydi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarlarni avatdi va ular orqali maxluqotlarga yo'llarni osonlashtirib berdi. Buni bilish bandalarning ish-harakatlari haqidagi shariat ahkomlarining tamomini bilish ustiga quriladi. Kimki barliq ish-harakatlari haqidagi shariat ahkomlarini bilmasa, shukr qilish haqqini asla ado qila olmaydi. İbrat elish nazar bilan qarash bo'lgan ikkinchisiga kelsak, u bo'lsa Alloh taolaning maxluqotlaridagi hikmatini bilishdir. Chunki Alloh taolo dunyodagi har qanday narsani hikmat bilan yaratdi. Hikmatning orqasida bir maqsad bor bo'lib, ana shu maqsad yaxshi ko'rilguchidir. Shu hikmat oshkora va yushirin hikmat deb ikkiga bo'linadi. Oshkora hikmat koinot dunyosiga o'xshashdir. Quyoshni yaratishdagi hikmat kunduz va kechaning hosili bo'lishidir. Shu orqali xuddi Alloh taolo kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik deb aytgandek, kunduz tirikchilik vaqti, kecha bo'lsa badanga rohatlik vaqtidir. Bu orqali yo'riqlikda harakat qilish oson bo'ladi. Kecha vaqti bo'lsa jimjitlik cho'kadi. Bu quyoshni yaratishdagi hikmatlar hammasi emas, balki bir qismidir. Yomg'ir bulutlari va yomg'ir yog'ishdagi hikmatlarni bilishmi shuningga o'xshaydi. Yulduzlarni yaratishdagi hikmatlarga kelsak, u hikmatlar barliq maxluqotlar bilib bo'lolmaydigan darajada yoshirindir. Ba'zi kishilar ularni yaratishdagi ba'zi hikmatlarni bilalaydi. Masalan, yulduzlarning osmonga zinnat bo'lganiga o'xshash hikmatlar. Koinot dunyosidagi narsalarning hech biri hikmatdan xoli emasdir. Shuningdek, maxluqotning a'zolarimi hikmatdan xoli emasdir. U hikmatlardan ko'zning ko'rish uchun, qo'lning tutish uchun, putning mingish uchun yaratilganligiga o'xshash ochiq oshkora bo'lgan hikmatlar bor.
Qizil o'ngach, börək, jigar, qan tomirlar, nervlar va uning ichidagi bo'shliqlar va bu a'zolarning ba'zilarining nefis, ba'zilarining qilin bo'lishi qatorliq ahvollarga kelsak, ulardagi hikmatni barliq kishilar bilib bo'lolmaydi. Uningdagi hikmatni bilganlarmi Alloh taolaning ilmiga nisbatan nihoyat oz miqdordagi hikmatni biladi. Kimki Alloh taolo yaratgan bir a'zoni Alloh taolo iroda qilgan tarafdan boshqa bir tarafga ishlasa, Alloh taolaning shu a'zodagi ne'matiga kufrlik qilgan bo'ladi. Ya'ni kimki boshqalarni nohaq ursa, bu Alloh taolaning qo'l ne'mati kufrlikdir. Chunki qo'l boshqalarga aziyat berish uchun emas, qo'l egasining o'ziga aziyat beradigan narsani dafi qilish va foydali narsalarga ishlatish uchun yaratilgandir. Shuningdek, ko'z bilan qarash harom bo'lgan narsaga qarasa, ko'z va quyosh ne'mati kufrlik qilganlikdir. Chunki ko'rish nur ostida mumkin bo'ladi. Ko'z va quyosh bo'lsa, inson shular orqali dunyo va oxiratlikida foydali bo'lgan narsalarni ko'rishi, ziyonli bo'lgan narsalardan saqlanish uchun yaratilgandir. Maxluqotlarni, dunyoni va dunyodagi sabablarni yaratishdan maqsad maxluqotlarning Alloh taologa yetishda ulardan foydalanish uchundir. U zotni suyish, dunyoda u zot bilan uns ulfatlashish va dunyoning aldam xaltalariga tushmaslik bilan yetkili bo'ladi. U zot bilan uns ulfatlashish faqat davomli zikr etish orqali hosil bo'ladi. Alloh taoloni yaxshi ko'rish bo'lsa, davomli fikr qilishdan hosil bo'lgan ilm, ma'rifat orqali hosil bo'ladi. Zikr va fikr qilishni davomlashtirish badan davomli tetik turgandila mumkindir. Badanning davomli tetik turishi tuproq, suv va havo bo'lgandila mumkindir. Bular osmon, zamin va barliq oshkor yushrun a'zolarni yaratish bilan mukammal bo'ladi. Bularning hammasi badan uchundir. Badan bo'lsa, nafsning minadigan ulug'idir. Alloh taolo qaytquchi nafs bo'lsa, uzun vaqt ibodat qilish va uzun muddat ilm, ma'rifat bilan shug'ullangan nafs bo'lib, u Alloh taolo "Ey aram topquchi jon" deb ta'riflagandek, aram topquchi nafsdir. Shuning uchun Alloh taolo jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Bir narsani Alloh taolaga itoat qilish bilan bo'lmagan o'rniga ishlatgan har qanday kishi shu ma'siyatni qilishda kerakli sabablarning hammasida Alloh taolaga kuprani ne'mat qilgan bo'ladi. Ibrat ilinishi va shukrani ne'mat yoki kufrani ne'mat yo'lining bilinishi uchun bir qism bekmi yushurun bo'lmasa-mu, yushurun hikmatlar haqida bir misolni bayon qilib o'taylik. Dünya tirikçiligining asosi bo'lgan tangi tillolar Alloh taolaning ne'matlaridan bo'lib, u ikkisi aslida o'z oldiga hech qanday ma'nisiz ikki madandir. Lekin insonlar u ikkisiga muhtojdir. Har bir inson o'zining yemak-ichmak, kiyim-kechak, ot-uloq va boshqa hojatlarda ko'p mollarga muhtoj bo'ladi. Ba'zi inson o'zi muhtoj narsani tepishdan ojiz keladi. Halbuki shu vaqtning o'zida uning ilkida ehtiyoji tushmaydigan boshqa bir narsa bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishining qo'lida ma'lum miqdorda za'faron bor. Halbuki u minadigan to'yga muhtojdir. Yana bir odamning to'ygisi bor, halbuki u kishi to'yga emas, za'faronga muhtoj bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zaro almashtirishda va almashtiradigan narsaning miqdorida bir o'lcham bo'lishi lozim. Chunki to'ygining egisi to'ygisini udul kelgan miqdordagi za'faronga tegishib bermaydi. Za'faron bilan to'yga na ig'irlik va na ko'rinishda qiyos mumkin emasdir. Kiyim berib qo'ro joy sotib olgan yoki o'tik berib qul sotib olgan yoki eshak berib un sotib olgan kishimi shuningga o'xshashdir. Chunki bu narsalar orasida ko'rinish yoki miqdor jihatda tanglik yo'qdir. Shunga Alloh taolo tangi tillolarni boshqa mollar orasida qimmat o'lcham sifatida o'tirdi turadigan hokim qilib yaratdi. Shunga bu to'yga 100 tangaga tang. Shu miqdordagi za'faron 100 tanga deyiladi. Shu orqali ikki narsa orasida tanglik hosil bo'ladi va za'faron bilan to'yga orasini tanga yoki tilla bilan tangshash mumkindir. Chunki maqsad pul emasdir. Tilla yoki tangining o'ziga hojat bo'lgan bo'lsa, ish tartibli bo'lmaydi. Tangi bilan tillaning o'ziga emas, balki u pulga sotib olgan narsalarga ehtiyoj tushadi. Shunga Alloh taolo tangi bilan tillani kishilar orasida qo'ldan qo'lga o'tishi va mollar orasida adillik bilan hokim bo'lish uchun ne'mat qildi hamda bu ikkisini qimmatli qildi. Bu ikkisining boshqa mollarga qimmat bichishi bir vositadir. Shunga tangi tillaga ega bo'lgan kishi hamma narsaga ega bo'lgandek bo'ladi.
Tilla va tengining hikmetini bilsang, har qanday kishi bu pullar bilan ko'zlangan maqsadga qarshi va u hikmatga noloyiq bir ishni qilsa, Alloh taologa tilla va tengi haqida ko'prani ne'mat qilgan bo'ladi. Shunga kimki tilla va tengini yig'ib saqlab olsa, ikkisining rolini va ikkisidagi hikmatni yo'q qilgan bo'ladi. Undaq kishi musulmonlar o'tirida hukm qiladigan qozini turmaga qamab qo'ygan va bu sababli qozi hukm qilish rolini joriy qildira olmagan bo'ladi. Ko'pincha kishilar ko'rilgan ko'z bilan emas, balkim ko'z bilan ko'rilgan ilohiy xat bilan koinotning sahifalari ustiga yozilgan ilohiy maktublarni o'qishdan ojiz kelganda, Alloh taolo o'zining payg'ambarining vasitasi bilan ular anglaydigan bir so'zni xabar qilib mundaq degan: Altın kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. Bununğa binoan altın va kumushlarda yeb ichish uchun qachi yasagan har qanday kishi tilla va tangidagi Alloh taolaning ne'matiga kufrlik qilgan bo'ladi. Chunki tangi tillalarni yeb ichish uchun qachi yasagan kishi altın kumushni yig'ib saqlagan kishiga qaraganda yomon ahvoldadir. Bu misali shahar hokimini raxt to'qish, tozalik qilish va eng tuvan tabiqadagi kishilar qilgan ishlarga salgan kishiga o'xshaydi. Chunki temir, mis, sapali yoki boshqa qachilar suyuqliklarni saqlashda oltin va kumush qachilarning o'rnini ola oladi. Ular asla oltin va kumushga teng kelmaydi va qimmat jihatda ikkisining o'rnini ola olmaydi. Ammo suyuqliklarni saqlay oladi. Birovga ilohiy shafqat bo'lgan bu hikmat ayon bo'lmasa, uningga kimki oltin va kumush qachida issa jahannamning o'ti uning qursiqida ko'rib kiraydi deyish kerak. Shuningdek, tangi tillalarda o'sim bilan muomala qilgan kishi bu pullarni asl maqsaddan yiroqlashtirgan bo'ladi. Bu bo'lsa, tangi tillalarning yushrun hikmatlaridandir. Shunga shukrani ne'mat yoki kuprani ne'mat qilishni bu misol bilan o'zing sodir qilgan harakat qilish yoki jim turish, so'zlash yoki sukut qilish qatorliq hamma ishlaringda shukr qildimmi yoki kufrlik qildimmi deb o'lchishing va u ishlarning ba'zisini yomon ko'rish, ba'zisini cheklash bilan e'tiborga elishing kerak. Shuning jumlasidan yana Alloh taolo senga ikki qo'l berdi. İki qo'lning birini yana birisidan kuchli qildi. Kuchli qo'l ziyoda kuch sababli yana bir qo'ldan ustun bo'ldi. Sana ikki qo'l bergan zot seni amallarni qilishga muhtoj qildi. U amallarning ba'zisi Qur'onni ko'tarishga o'xshash sharaflik, yana ba'zisi nijosatni tozalashga o'xshash past amaldir. Sen Qur'onni sol qo'l bilan tutsang, nijosatni o'ng qo'l bilan tozalasang, ikki qo'lni tamoman aksicha ishlatgan bo'lasan va sharafli qo'lni past ishga mahkum qilib, uningga zulm qilgan bo'lasan. Shuningdek, o'tik kiyganda sol putunga boshda kiysang, o'ng putunga zulm qilgan bo'lasan. Chunki o'tik putni qo'g'daydigan narsadir, boshqalarni buningga qiyos qilgin. Shuningdek, yana deymizki, muhim bir hojati yoki haq bir g'arazsizlar daraxtdan bir til shoxni sundirgan kishi daraxtlarning yaratilishidagi hikmatga qarshi ish qilgan bo'ladi. Chunki daraxtlar manfaat uchun yaratilgandir. Agar to'g'ri bir g'araz uchun daraxt shoxini sundirgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Agar boshqalarning mulkidagi daraxtni muhtoj bo'lib sundirgan bo'lsa-mu, undaq kishi zolimdir. Daraxt egisi sundirishga ruxsat qilgan bo'lsa, undaq bo'lmaydi. Fasl ne'matlarning bayoni, haqiqati va qismlari to'g'risida. Har qanday talab qilinadigan narsa ne'mat jumlasidandir. Lekin haqiqiy ne'mat oxiratdagi baxt, saodatdir. Uningdan boshqasi ne'mat deb atashma durustdir. Barliq narsalar bizga nisbatan 4 qismga bo'linadi. Birinchi qism ilm va go'zal axloqqa o'xshash dunyo va oxiratda tamoman foydali bo'lgan bu haqiqiy ne'matdir. İkinci qism dunyo va oxiratda tamoman ziyonli bo'lgan narsa, u haqiqatda balo qazodir. Üçüncü qism lazzat elish va shahvatlarga ergishishga o'xshash hozirgi holida foyda beradigan, oxiratda ziyon yetkazadigan narsa. U bo'lsa, aql egalari qarashida balo musibatdir. Jahil kishi uni ne'mat deb o'ylaydi. U bayn och qolgan odam zahar silingan naslni topsa, zahar borligini bilmasa, uni ne'mat sanaganga, zahar borligini bilsa, uni balo musibat sanaganga o'xshaydi. 4-chi qism shu vaqtning o'zida ziyonliq, oxiratda foydali narsa. Bu aql egalarining qarashida ne'mat, nodonlarning nazarida balo musibatdir.
Masalan, naq dediganda bek ochiq, ishkan kasallarga kelajakda shifo bo'ladigan dori kabi. Nodon bolaga bundaq dorini ichish taklif qilinsa, uni bala musibat deb o'ylaydi. Aql kishi bo'lsa, uni ne'mat sanaydi. Shuningdek, bir sabiy uchun lo'nqa qo'yib qon ilish shart bo'lsa, ota oqibatda bolasining kasalining shifo tepish ehtimolini ko'zda tutib, bolasi uchun lo'nqa qo'yib qon ilishga qo'shiladi va uningga buyuruydi. Ana bo'lsa, lo'nqa qo'yib qon ilishdagi manfaatni bilmaganligi, balasiga bo'lgan muhabbati va shafqati qattiq bo'lganligi uchun balasiga qiyolmaydi va buningga qo'shilmaydi. Bala haqiqatni tushunmaganligi uchun onasining shafqatiga esiladi, dadasiga emas. Onasiga yepishidi va dadasini yomon ko'radi. Agar sabiy tushunsa edi, albatta onasining yaxshilik qilman deb yomonlik qilganligini biladi. Chunki onasining uni lo'nqa qo'yib qon ilishdan saqlashi uning og'riqini texmo ig'irlashga ilib bordi. Shunga jahil do'st aqlliq dushmandan yomondir. Har bir kishi nafsining do'stidir, lekin nafs jahil do'stdir. Shuning uchun dushman qilmagan ishni nafs qiladi. Fasl Alloh taolaning ne'matlarining ko'pligi, o'zaro bog'lanish va behisob ekanligi to'g'risida. Shuni bilginki, ne'matlar o'z aslida talab qilinuvchi g'oya bilan bo'lgan ne'mat va g'oya uchun talab qilingan ne'matga bo'linadi. G'oya bo'lsa, oxiratda baxt saodat bo'lib, bu baxt saodatni hosil qiluvchilar to'rtdir. Ular payoni yo'q baqiylik, g'am qayg'usiz xushallik, bilimsizlik bo'lmagan ilm va muhtojlik bo'lmaydigan darajada behojatlikdan iboratdir. Mana bu haqiqiy baxt saodatdir. G'oya uchun talab qilinadigan ne'mat bo'lsa, yuqorida tilga ilingan baxt saodatga vosita bo'ladigan ne'matlardir. Ular 4 qismdir. Avval iymon etish va go'zal axloqqa o'xshash nafsning fazilatlari. Ikkinchi, kuch-quvvat va sog'liqqa o'xshash badanning fazilatlari. Uchinchi, mol-mulk, yuz obro'y va bola-chaqaga o'xshash badanni yaxshilaydigan ne'matlar. To'rtinchi, Alloh taolaning hidoyat qilishi, yo'l ko'rsatishi, to'g'ri yo'lga boshlashi va kuchlantirishi qatorliq fazilatlarga uyg'un narsalar bilan boshqa ne'matlarni mujassam qilgan sabablardir. Bularning hammasi buyuk ne'matlardir. Sual: oxirat yo'li uchun mol va martabaga o'xshash narsalardan sirtqi ne'matlarga nima uchun ehtiyoj bor? Javob: bu narsalar bajoyiki g'oyaga yetkazadigan qanot va maqsad uchun ishlatiladigan saymonlardir. Mol-mulkka kelsak, ilm talab qiluvchida yetarli pul-mol bo'lmasa, qurol yaroqsiz janggohda yurgan odamga o'xshab qoladi. Chunki u qursaq g'ami uchun ko'p vaqtini sarf qiladi. Bu uni ilm tahsil qilish, zikr aytish va fikr qilish qatorliq ishlardan mashg'ul qiladi. Martabaga kelsak, martaba bilan inson xorliq va izilishdan qutuladi. Kishi o'ziga aziyat beradigan dushmandan va fitnaxo'r zolimdan xoli bo'la olmaydi. Shuning bilan bu ishlar uning qalbini band qiladi. İnsanның qalbi malning bishidir. Bu band qiluvchi ishlardan azizlik va martaba bilan saqlanadi. Saqliq, kuch-quvvat va uzun umr ko'rishga kelsak, bular ne'matdir, chunki ilm va amal bular bilan mukammallashadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: ikki ne'mat bor bo'lib, uningda ko'p kishilar aldanib qolguchidir. U bo'lsa-mu tan saqliq va bo'sh vaqt. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kishilarning yaxshisi kim deb so'ralganda, umri uzun bo'lgan va amali yaxshi bo'lgan kishi deb javob bergan. Mol-mulk va martabaga kelsak, ikkilisi ne'mat bo'lsa-mu, biz ilgari uningdagi ofatlarni tilga ilib o'tdik. Mol-mulk va martaba mutlaq ayiblanmaydi. Hidoyat, yo'l ko'rsatish, to'g'ri yo'lga boshlash va kuchlantirishga kelsak, bularning eng chong ne'matlar ekanligi hech kimga maxfiy emas. Hech qanday kishi Alloh taolaning tavfiqidan behojat bo'la olmaydi. Bu sababdan mundaq deyildi: bo'lmasa agar yigitga Alloh yordami, beshig'i chiqar uningga ijtihodi. Fasl Alloh taolaning ne'matlarining ko'pligi haqidagi o'rnaklarning bayoni. Biz bir qism ne'matlarni bayon qilib, tan saqliqni ikkinchi martabadagi saqlovchi ne'matlarning qatorida sanadik. Agar biz bu ne'matni tamomlagan sabablarni birma-bir sanashni xohlasak, unga qodir bo'la olmaymiz. Lekin yemak yeyish saqliqni saqlashdagi bir sababdir. Biz birma-bir sanab o'ltirmay, ishora qilish orqali yemak yeyish o'rindilgan bir qism sabablarni bayon qilib o'tamiz. Allah Taala sana bergan sezgi a'zolari va uzuqlanish a'zolari Alloh taolaning sana ato qilgan ne'matlaridan biridir. Bilish vositasi bo'lmish 5 sezgi a'zodagi Alloh taolaning hikmat tartibiga qarag'in. Bu sezgi a'zolarining birinchisi hissiy sezim a'zosi.
Bu bo'lsa hayvon uchun yaratilgan tunji sezgidir. Eng aqalli sezish o'ziga tekkan narsani his qilishdir. Hech shak yo'qki, o'zidan yiroqdagi narsani his qilish uchun texmo mukammal a'zo bo'lish kerak. Shunga inson o'zidan yiroq bo'lgan narsani his qilish uchun bir sezgi a'zoga muhtojdir. Shunga Alloh taolo insonda purash tizimini yaratdi. Kishi u a'zo orqali o'zidan yiroq bo'lgan puraqlarni his qiladi. Lekin u puraqning qayerdan kelganligini bilolmaydi. Inson u puraqning manbasini tepish uchun ko'p aylanishga muhtoj bo'ladi. Ba'zida u puraqni chiqargan narsani topolmaydi. Shunga Alloh taolo insonga o'zidan yiroq bo'lgan narsani ko'rib, qaysi tarafligini bilib izlab tepish uchun ko'zni yaratdi. Agar Alloh taolo faqat ko'zni yaratgan bo'lsa, albatta inson mukammal bo'lmagan bo'ladi. Chunki kishi ko'z bilan tom va pardaning keyindagi narsalarni ko'ra olmaydi. Ba'zida dushman pardalik bir joyda birini tutqil kelsa va pardadan ichishdan ilgari uning yiqillaysa, u qochib qutulolmasligi mumkin. Shunga Alloh taolo harakat bilan bo'lgan hamon hujralarning keyindan kelgan shablarni his qilish uchun quloqni yaratdi. Agar tetish tizimi bo'lmasa, anglag'uvchi quloqning bo'lishila yetarlik emas. Chunki tetish tizimi orqali kishi nimaning o'ziga uyg'un va nimaning ziyonli ekanligini bilalaydi. Dal daraxtlar bilolmaydi. Chunki daraxt uyiga qandoqli suyuqlik to'kilsa, daraxtning tetish tizimi bo'lmag'achqa har qanday suyuqlikni sumiraverdi. Halbuki ba'zi ziyonli suyuqliklar daraxtni quritib qo'yishi mumkin. Alloh taolo insonni boshqa bir sifat bilan mukofotladi. O sifat barliq sifatlardan sharafli bo'lgan aqldir. Aql bilan jigiliklar ularning foydalari va ziyonli taraflarini bilish mumkin. Aql bilan osh taomlar taqlindi, aralashtirilib pishirildi. Saqliqni saqlash uchun yemak yeyishda aqldan foydalandi. Bu aqlning foydalarining eng adnasidir. Aqldagi eng cho'ng hikmat bo'lsa, Alloh taoloni tunishtir. Yuqorida bayon qilingan oshkor 5 sezgi a'zo faqat qismiy sezgi a'zolardir. Bizni sezgi a'zolarni to'liq bayon qildi deb o'ylamag'in. Ko'rish quvvati sezgi a'zolardan bir a'zodir. Ko'z bo'lsa, uning qurolidir. Ko'z bir-biriga o'xshamaydigan 10 tabiqadan tarkib topadi. U tabiqalarning ba'zisi hil, ba'zisi har xil pardalardan tashkil topadi. 10 tabiqaning har birining bir xil sifati, surati, shakli, holati, o'rinlashtirilishi va birikishi bor. Agar bu tabiqalardan bir tabiqa qalaymaqonlashsa yoki uningdagi bir tartib qalaymaqonlashsa, ko'rish quvvati qalaymaqonlashida barliq tabiblar uni davolashdan ojiz keladi. Bu faqat bir sezgi a'zodagi ne'matdir. Alloh taolaning quloq va boshqa sezgi a'zolardagi ne'matlarini buningga qiyos qilgan Alloh taolaning bu ne'matlarini bayon qilmoq uchun tom kitoblarni yozsaqmi, yozib tugatib bo'lmaydi. Undaqda butun badandagi Alloh taolaning ne'matlarini qandoqmi yozib bo'lg'ul bo'lsin? Ondan keyin istak, mag'dur va tanharakat qurollari bo'lgan turli ne'matlarning yaratilishiga qarag'in. Agar Alloh taolo tomoqni ko'rib bilish uchun ko'zni yaratib, harakatga o'tish uchun tomoqqa qarata ishtaha yaratmagan bo'lsa, ko'rish quvvati albatta behuda bo'lgan bo'ladi. Nurg'un bemorlar borki, o'ziga eng foydali tomoqni ko'radi, lekin ko'ngli tortmaganligi uchun uni yemaydi. Shunga Alloh taolo yemak yeyish ishtiyoqini yaratdi va kishini g'izo yeyishga majburlaydigan bir istakni uningga hukmron qildi. Agar bu istak ma'lum miqdorda tomoq yeyish bilan besilmasa, kishi tomoqni ko'p yeb o'zini yaloq qilgan bo'ladi. Alloh taolo qursaq to'ygan chaqda yemak yeyishdan to'xtatish uchun insonda tomoqdan zerikish tabiatini yaratdi. Inson naslining davomlashishi uchun jinsiy shahvat haqida yuqorqidek bayonlarni qilish mumkin. Kuch-quvvat va harakat a'zolarini yaratishdagi Alloh taoloning ne'matlari to'g'risida. Alloh taolo tomoq yeyish va boshqa narsalarni tutish uchun harakat qiluvchi a'zolarni yaratdi. Ikki qo'l shu jumladan bo'lib, qo'llar tayoqdek tursin emas, balki har tarafga harakat qilishi, so'zilishi va qatlanish uchun necha bo'g'im qilib yaratilgandir. Alloh taolo alqonni kara qilib, uni 5 barmoqqa bo'ldi. U barmoqlarni o'xshamagan uzun qisqalikda yaratdi va uni 2 sepga ayirdi. 5 barmoq bir tarafda bo'lib, qolgan 4 barmoqning ustidan aylanadi. Agar barmoqlar bir siziq ustida, birisi birisining ustida bo'lgan bo'lsa, maqsad to'liq hosil bo'lmagan bo'ladi. Ondan Alloh taolo barmoqlarning uchlari kuchli bo'lsin uchun va barmoqlar ololmaydigan ba'zi nozik shaylarni ilish uchun barmoqlarning uchiga tirnoqlarni yaratdi. Faraz qilingki, sen qo'ling bilan tomoqni olding, ammo tomoq qursog'ingga kirmaguncha sen kifoya qilmaydi. Shunga Alloh taolo kishiga ig'iz va 2 jog' so'ngakni yaratdi. Jog' so'ngaki tishlarni tizdi va tishlarni luqmalarga ko'ra o'zgacha o'ttir tishlar, yirtquchi qo'ziq tishlar, azguchi iziq tishlar shaklda bir necha qismga bo'ldi. Alloh taolo ostin jog'ni harakatchan qilib yaratdi, ustin jog'ni bo'lsa muqim turdigan qildi.
Hayhat! Allah Taala'nın yaratış ajoyibotlarına qarag'in, insonlar yasgan tugmanlarning hammasining osti tishi harakat qilmay muqim turdi. Üst tash aylandi. Lekin Allah yaratgan ig'izdan iborat bu tugmanda dal aksicha. Halbuki agar üst harakat qilgan bo'lsa edi, üst tarafdagi sharaflik a'zolar ziyonga uchragan bo'ladi. Andan Allah Taala'nın tilni yaratish bilan insonga qanday inom qilganligiga qarag'in. Til eg'izning atrofida aylandi, xuddi tugman supurgisi ochliqni tugman tushukka yiqqandek, til eg'izdagi tomoqni hojat miqdorida tish tarafga ittirdi. Tilda so'zlash ajoyibotlari ham bordir. Faraz qilginki, sen tomoqni parchalab, qattiq quruq aralashtirding. Agar bir turli ko'llik bo'lmasa, uni gal tarafga istirolmaysan va yutolmaysan. Qarag'inki, Alloh taolo sho'lga ishlab chiqarib turadigan va chaynalgan tomoqqa hojat miqdorida to'kiladigan bir buloqni yaratdi. Ondan eg'iz ichida jug'rilgan, izilgan bu tomoqni oshqozonga kim yetkazadi? Uni oshqozonga qo'l bilan yetkazish mumkin emas. Shunga Alloh taolo qizil o'ngach va bo'g'izni tayyorladi. Uning boshlang'ichini tomoqni yutish uchun ichildigan, yutib bo'lgandan keyin itildigan va tomoqni yumiltish uchun bir necha qavat qildi. Ondan tomoq qizil o'ngach koridoridan oshqozonga tushadi. Tomoq quruq non, mevchiva holatda oshqozonga keladi. U mukammal hazm qilinganida go'sht, so'ngak va qonga aylanish mumkindir. Shu sababdan Alloh taolo oshqozonning ichiga tomoq tushadigan qozon kabi qildi. Tomoq oshqozonning ichiga tushib bo'lgandan keyin oshqozonning tuvug'i yepiladi. Tomoq oshqozon ichida 4 a'zodan o'tadigan issiqlik bilan hazm qilindi. 4 a'zo bo'lsa, o'ng tarafdan jigar, so'l tarafdan tal, oldi tarafdan birinchi oshqozon, uchay va jigarni qoplagan nefis yog' va keyni tarafdan umurtqa go'shidan iborat. Tomoq hazm qilinib tumurlarga o'tishga loyiq bir-biriga o'xshaydigan suyuq moddaga aylanadi. Ondan tomoq tumurlardan jigarga to'kilib, yana bir qadam hazm qilinguncha jigarda to'xtaydi. Ondan boshqa a'zolarga tarqaladi. Oxirida qalduq cho'kma qoladi. Ondan qalduq cho'kmalarmi yo'qoladi. Agar biz bu vaqtda tafsiliy so'zlamoqchi bo'lsak, gap pek uzrab ketadi. İnsanda sanoqsiz muskul va tumurlar bor. Bu muskul tumurlarning cho'ng kichikligi, inchga, tomliqi bir-biriga o'xshamaydi. Ularning har birida Alloh tarafidan bekitilgan bir hikmat bor. Agar shulardan bir dal tumur harakatdan to'xtab qolsa, yo jim turadigan muskul harakat qilsa, ay bechora inson, sen albatta halok bo'lading. Shukr qilishda birdan bo'lishing uchun Alloh taolaning ustundagi ne'matlariga qara. Halbuki sen Allah Taala'nın ne'matlaridan faqat eng tuvan bo'lgan yeyish ne'matini bilasan. Bilgining u orqali qursqoq ochganda tomoq yeysa xolos. Hayvon mu ochqas yeyishni, charchis uxlashni va ko'ngli tarsa cho'plashishni biladi. Kishining nafsi faqat eshak bilganini bilsa, Alloh Taolo qanday shukr bajo keltirdi? Biz ixchamg'ini ishorat qilib o'tgan bu ne'matlar Alloh taolaning ne'mat dengizlaridan bir tomchidir. Boshqa ne'matlarni buningga qiyos qilgin. Biz va jimi mahluqotlar bilgan Alloh taolaning ne'matlari bilmaganlarga silishtirganda yanil dengizdan bir tomchidir. Alloh taolo mundaq degan: "Sizlar Allohning ne'matlarini sinab tugatolmaysizlar." Fasl yemakliklar hosil bo'ladigan manbalardagi Alloh taolaning ne'matlari to'g'risida. Yemekliklar nayt ko'p turlik va xilma-xildir. Alloh taolaning mahluqotlari ichida sanoqsiz ajoyibotlar mavjuddir. Yemekliklar bo'lsa, oshliqlar, dorilar, meva-chevalar va boshqalarga bo'linadi. Oshliqlar haqida so'zlasak, qo'lingda biroz bug'doy bo'lsa, agar uni yeysang, bug'doy tezlik tugab och qolasan. Shunga yetarlik bug'doying bo'lish uchun u bug'doyni o'stiradigan va hasilab ko'paytiradigan bir ishni qilishga, yana uni terishga nima degan muhtojsan? Terish deganimiz bug'doy urug'ini tovlangan zaminga chechishdir. Suv va tuproq bo'lishi kifoya qilmaydi. Chunki uruq nam ammo qattiq zaminga terilsa, havo bo'lmagan taqdirda yanil unmaydi. Shunga uruqni havo o'tishib turadigan yumshoq zaminga terish lozim bo'ladi. Havo o'zligidan zaminga singib kirolmaydi. Havo uruqqa o'tish uchun havoni harakatlantiradigan va havoni majburiy zamin ustidan mangdiradigan shamol bo'lishi lozim. Bular bo'lsa kifoya qilmaydi. Buningdan sirtina atiyoz va yozning issiqligi bo'lishi lozim. Chunki ziyoda sovuqda uruq unmaydi.
Ondan Alloh taolaning bu ziraat muhtoj bo'ladigan suni qandoq yaratganligiga qarag'in. Buloqlarni va daryolarni qandoq oqqizganligiga qarag'in. Ba'zi suv yetmaydigan to'pilik zaminlarga Alloh yomg'irliq bulutlarni avatidi. Bulutlarga shamollarni avatib, uni zaminning har qaysi rayonlariga haydaydi. Ular bo'lsa ig'irlashgan yomg'ir bulutlardir. Ondan Alloh taolo yomg'irni kerakli vaqtida zaminga yog'dirdi. Qarag'ina Alloh taolo tog'larni qandoq qilib suv saqlag'uch qilgan, tog'lardan buloqlar to'xtovsiz tepchirab oqidi. Agar suvlar tog'lardan bir qatimda etilib chiqsa, zamin suv g'arq bo'lib, ziraat va boshqa narsalar halok bo'lgan bo'ladi. Qarag'in, Alloh taolo zamindan shuncha yiroq bo'lgan quyoshni qandoq yaratgan va bo'ysundirgan, sovuq va issiq ehtiyojiga binoan quyosh zaminni ma'lum muddat illatidi. Alloh taoloni oyni yaratdi, quyoshning aloyidligini isitish qilgandek, oyning xususiyatini namlantirish qildi. Quyosh meva-chevalarni hikmat bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor Alloh taoloning belgilish bo'yicha pishirdi. Quyosh va oy bo'ysundirilgandek, osmondagi har qanday yulduz muayyan bir manfaat uchun bo'ysundirilgandir. Har biri inson sanab tugatilmaydigan darajada ko'p hikmatlarga ega. Quyosh va oyda biz tilga olgandan boshqa yana hisobsiz hikmatlar bordir. Yemekliklar zaminning hamma yerida bo'lmaganligi uchun Alloh taolo savdogarlarni bo'ysundirib, ularni mol yig'ishga yerisman qildi. Ular mal to'playdi, ammo ko'pincha vaqtda mil ularga asqatmaydi. Mallar ya kiyimlar bilan g'arq bo'ladi, ya bulanchilar tarafidan bo'linadi va ya o'zlari bir shaharda o'lib qilib, mallarini amir sultonlar oladi. Ularning mallarini mirosxo'rlarning elishi eng go'zaldir. Savdogarlar bilsa, mirosxo'rlari ularning eng qattiq dushmanidir. Alloh taolaning ularga arzu va g'aflatni qandoq musallat qilganligiga qarag'in. Ular foyda olish uchun dengizda safar qilib, qattiqchiliklarga, turli xiyim-xatarlarga yo'liqadi. Natijada Mashriq va Mag'ribning eng chet yerlaridan jigiliklarni va turli tuman kerakli narsalarni ilib keladi. Kishilarni shukr qilishdan qaytaruvchi sabablar to'g'risida. Kishilar bilimsizlik va g'aflat yuzidan ne'matlarga shukr qilishdan kamchilik o'tkazadi. Shu sababdan ular ne'matlarni tuniy olmaydi. Kishi ne'matlarni tunigandan keyin shukr qilish hosil bo'lishi mumkin. Ular ne'matlarni bilsa, tillari bilan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin, Alloh taologa shukrlar bo'lsin desa, shu shukr qilganlik bo'ladi deb o'ylaydi. Halbuki ular shukr qilishning ma'nosining ne'matni Alloh taologa itoat qilishdan iborat iroda qilingan hikmatni tamomlash uchun ishiltish ekanligini bilmaydi. Ne'matlardan g'aflat qilishning bir necha sabablari bor. Birinchi, kishilar bilimsizlikdan har ahvolda insonlarga umumiy bo'lgan narsalarni ne'mat deb sanamaydi. Shuning uchun ular biz tilga ilib o'tgan ne'matlarga shukr qilmaydi. Chunki u ne'matlar butun kishilarga umumiydir va har ahvolda maxluqotlarga berilguchidir. Kishiga bir ne'mat xos qilib berilmasa, kishi uni ne'mat hisoblamaydi. Kishilarning rohat havo uchun Alloh taologa shukr qilgan holat ko'rmaysan. Agar birovning gili siqilib havosiz qolsa, shubhasiz o'lgan bo'ladi. Agar birov muncha yoki bir quduq ichiga qamilib qolsa, g'am qayg'udan o'lib qolgan bo'ladi. Agar bir kishi mush ishlardan bir bilan sinilib nijotlikqa erishsa, shu ne'mat uchun Alloh taologa shukrani ne'mat qilgan bo'ladi. Mana bu bek nodonlikdir. Chunki birovning shukr qilishi ba'zi ahvollarda ne'mat tartib ilinib, ondan qaytarib berilishga bog'lanib qolgandir. Demak, hamma ahvolda shukrani ne'mat qilish kerak. Ko'zi ko'radigan odam qarg'u bo'lib qolgandala, aslidagi ko'rish quvvatining qadriga yetadi. Uningga ko'zi qaytarilib berilsa, ne'matni his qiladi va shu chaqda ne'matni tunib, shukrani ne'mat qiladi. Bundaq kishi doim dumbalanadigan eski qulga o'xshaydi. Agar u qul bir soat urilmay qo'yib berilsa, shukr qilib, buni xo'jayinning bir ehsoni hisoblaydi. Uni asla urmay ozod qilsa, haqqa-urliq g'olib kelib shukr qilishni tark etadi. Shu orqali kishilar faqat oz yoki ko'p xos mollarga shukr qilib, Alloh taolaning o'z ustilaridagi barliq ne'matlarini unutadi. Rivoyat. Bir kambag'al ahli ilm bir yo'qsullikdan shikoyat qilib dardini aytibdi. Alim kishi uningga "Sen qarg'u bo'lib qolsang, lekin 10 ming tengangning bo'lishi seni xushal qilamdi" deganda kambag'al kishi "Yo'q" debdi. "Gachi bo'lib qolsang, ammo 10 ming tengangning bo'lishi seni xushal qilamdi" "Yo'q". "Ikki putung va ikki qo'ling kesilsa, biroq 20 ming tengang bo'lsa, bu seni xushal qilamdi" "Yo'q". "Sarang bo'lib qolsang, biroq 10 ming tengangning bo'lishi seni xushal qilamdi" Yo'q. Shuning bilan olim mana ilkingda 50 ming tengalik mol turib, yordamching bo'lgan Alloh taologa shikoyat qilishdan hayo qilmamsan, debdi. Hikoya.
Bir kishiga qattiq kambag'allik yetib, ko'ngli siqildi. Ondan tushida bir xitob kelib, biz senga An'am surasini unuttirsak va sen 1000 tillarga erishsang, buni yaxshi ko'ramsan, deydi. O kishi yo'q deydi. Hud surasini-chu, yo'q. Yusuf surasini-chu, yo'q. Shuning bilan xitob qilguvchi, senda 100 ming tillar qimmatidagi narsa tursa, yana namratlikdan shikoyat qilamsan, deydi. Ondan o kishi ko'ngli ichilgan holda tong atqizadi. İbn Sammak rahimahullah Harun Rashidning yeniga nasihat qilg'ili kirib yig'laydi. Ondan bir qacha suv talab qiladi. Suv keltirilganda, "Ey mu'minlarning amiri, Mubada siz ushbu ichimlikni ichishdan mani qilinsangiz va janobingiz dunyo va uningdagi narsalarni berish orqali buni ichishga qodir bo'la olsangiz, dunyo va uningdagi narsalarni fidya berib bo'lsa-mu, bu ichimlikni ichamdingiz?" deydi. Harun Rashid ha deydi. Ibn Sammak Alloh taolo sizga barakat bersin, marhamat qinib iching deydi. Harun Rashid suni ichib bo'lganda Ibn Sammak: "Ey mu'minlarning amri, bu amdi bu ichimlikni qursog'ingizdan chiqara olmasangiz va uni faqat dunyo va uningdagi narsalarni berish orqali chiqarishga qodir bo'lsangiz, shu narsalarni fidya qilib berarmidingiz?" deydi. Harun Rashid ha deydi. Ibn Sammak undaqda shu suchilik qimmati yo'q dunyoni nima qilasiz deydi. Bu hikoya bir banda usab qilganda Alloh taolo o'ziga bergan ichimlikning butun dunyoning mulkidanmi buyuk ne'mat ekanligini, inson yana qursog'idagi gandaning sirtqa chiqishini osonlashtirishning eng cho'ng ne'matlar qatoridan ekanligini bayon qiladi. Bular bo'lsa xos ne'matlarga qilingan ixcham ishoratdir. Shuni bilginki, har qanday inson inchik tadqiq qilib baqsa, gadinida hamma xaloyiq hamshirik bo'lmagan, qoida ko'p qism kishilar hamshirik bo'lgan ko'p ne'matlarni ko'radi. Shu ne'matlardan biri aql ne'matidir. Har qanday banda aql haqida Alloh subhanahu va taolodan rozidir. Har qanday kishi o'zini eng aqlli kishi deb qaraydi. Alloh taolodan aql berishni so'ramaydi. Shung bu qarashdagi kishining aql ne'matiga qarata Alloh taologa shukr qilishi muhimdir. Yana biri axloq ne'matidir. Har qanday kishi boshqa kishilarda o'zi yomon ko'radigan ayiblarni, ayiblaydigan axloqlarni ko'radi va o'zini shu yomon axloqlardan pok deb qaraydi. Shundoq bo'lgan ekan, u kishi Alloh taolaning uning axloqini go'zal qilganligiga va o'zini yomon axloq bilan sinamaganligiga shukr qilish kerak. Har qanday kishi ko'nglida o'zining yushirin yomon ishlarining borligini, uni bir o'zli bildiganligini, agar chumparda yirtilib uni birov bilib qolsa, rasvo bo'lganligini biladi. Agar uning yushirin yomon ishlarini barliq kishilar bilib qolsa, uning ahvoli qanday bo'ladi? Bu kishi nemishqa Alloh taolaning o'zining yomon ishlarini go'zallik bilan yepib, go'zal ishlarini oshkor qilganligi uchun Allohga shukr aytmasin. Texmo umumiy bo'lgan darajaga tushsak, har qanday kishiga Alloh taolo uning ya turuq shakli, ya xuluq axloqi, ya fe'l e'tibori, ya bola chaqisi, ya turalg'u joyi, ya yurt shahri, ya yaqin yo'ruq, ya hamroyi, ya boshqa yaxshi ko'rgan kishilar bilan ko'plagan ishlarni rizq qilgandir. Agar ashu ishlar tartibilanib, boshqa narsa uningga berilsa, u kishi albatta uningga rozi bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo uni mu'min qildi, kofir qilmadi. Tirik qildi, jonsiz qilmadi. Inson qildi, hayvon qilmadi. Er qildi, ayol qilmadi. Sog' qildi, kasal qilmadi. Sog'lom qildi, majruh qilmadi. Demak, bularning hammasi alohidliklardir. Agar inson o'z holini boshqalarning holiga o'zgartirishni xohlamasa, demak uning holi boshqalarninkidan afzal. Agar hamma ishlarda yoki ma'lum bir ishda o'z holining o'rniga boshqa bir holni bekaraq yoqtiradigan hech bir kishi topilmaydigan bo'lsa, undaqda uningda Alloh taolaning hech bir bandasida bo'lmagan ne'mat bor demakdir. Agar u kishi o'z holining ba'zi kishilarning hol ahvoliga o'zgartirilishini xohlamaydigan, yana ba'zi kishilarning hol ahvoliga o'zgartirilishini xohlaydigan bo'lsa, undaqda o'zi talaylik deb qaragan kishilarning soniga qarasin. O chuqum ularni boshqalardan oz deb qaraydi. Natijada hali o'zidan tuvan kishilar yuqori kishilardan ko'p bo'ladi. Shundoq bo'lgan ekan, u nimishqa o'zidan yuqori kishilarga qarab, Allohning o'ziga bergan ne'matlarini ko'zga ilmaydi-yu, o'zidan tuvan kishilarga qarab, Allohning o'ziga bergan ne'matlarini cho'ng bilmaydi. Sahihayda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlarning biringlar mol va yaratilish jihatda o'zidan yuqori turadigan kishiga qaraganda o'zidan tuvan turadigan kishilarga qarasin. Bu hadisni Tirmizi boshqacha rivoyat qilgan. Uningda Rasululloh pul, mol va yaratilish jihatda sizlardan tuvan kishilarga qaranglar, sizlardan yuqori kishilarga qaramanglar. Shunday qilish Allohning sizlarga bergan ne'matini tuvan ko'rmaslikinglarga foydali degan.
Kimki o'z holidan ibrat elib, o'ziga xos berilgan ne'matlarni ko'zdan kechirsa, Alloh taolaning o'zi ustida ko'plagan ne'matlar borligini ko'radi. Bulubmu iymon, Qur'on, ilm, sunnat, ondan bo'sh vaqt, xotirjamlik va hokazo ne'matlar xos berilgan kishi o'z ustida Alloh taolaning ko'plagan ne'matlar borligini ko'rdi. Ba'zi hadislarda mundaq rivoyat qilingan: kimki Qur'on o'qisa, u kishi boydir. Yana bir lavzda Qur'on boyliqdir, uningdan keyin kambag'allik bo'lmaydi. Uning oldiga o'tib boyliq bo'lmaydi deyilgan. Boshqa bir hadisda Rasululloh ahlidan xotirjam, tini salomat, qishida bir kunlik yemeklikka bor holda tong otqizgan musulmon dunyo hamma tarafdan berilgan kishiga o'xshaydi degan. Bir shoir mundaq degan: "Osh tomoq kelib tursa yeningga, saqliq va amillik ham tiningda. Sen qayg'ursang yana to'xtamay, g'am qayg'u sendan ayrilmag'ay." Savol: Alloh taolaning ne'matlariga shukr qilishdan g'afil qolgan qalblarni davolash yo'li qaysi? Javob: o'tkir qalblar Alloh taolaning turli ne'matlari haqida cho'nqur o'ylanadi. Galvan qalblar ne'matni faqat bala musibat tushganda ne'mat hisoblaydi. Galvan qalb sohibining shu galvanligidan qutulish yo'li doimo o'zidan tuvan turadigan kishilarga qarashdir va o'tmishdagi bir kishi qilgan buning ishini qilishdir. Bir kishi kasal kishilarda ko'riladigan turli balolarni ko'rish uchun shifoxonaga boradi. Ondan o'zining tan saqligi va salomatligi haqida o'ylanadi. O'ldirilgan put-qo'llari kesib qiynalayotgan mahkumlarni ko'rsa, o'zining shu jazolardan uzoq ishganligi uchun Alloh taologa shukr aytadi. Qabristonliklarga berib, qabrlarda yotgan o'liklarning eng suyumli narsasining Allohga osiylik qilganlar bo'lsa, osiylikdan yenish, Allohga itoat qilganlar bo'lsa, taat ibodatlarni ziyoda qilib olish uchun dunyoga qaytarilish ekanligini biladi. Chunki qiyomat kuni ziyon tortish kunidir. Bag'ri qattiq kishi qabristonliklarni ko'rib, qabrdagilar eng suyumli narsaning nima ekanligini bilsa, qolgan umrini Alloh taolaga itoat qilishga, Alloh taolaning uni jazolamay muhlat berganligiga shukr qilishga va umrini o'zi yaratilgan maqsadga, ya'ni oxirat uchun uzuq-tulik ilishga sarf qilsin. Ne'matga shukr qilmasa, ne'matning yo'qoladiganligini bilish bilan shukr qilishdan yiroq qalblarni davolash kerak. Fuzayl rahimahulloh mundaq deydi: ne'matlarga davomli shukr qilib turinglar. Bir qavmning qo'lidan ne'mat ketib qolsa, ne'matning qaytib kelishi oz uchraydi. Fasl sabr va shukrning bir yerda berilishining bayoni. Mundaq deyishing mumkin: sen Alloh taolaning har narsada ne'matlar borligini tilga ilib o'tding. Bu bala musibatning aslo yo'q ekanligiga ishorat qiladi. Undaqda sabrning ma'nosi nima? Agar bala musibat bor bo'lsa, bala musibatga shukr qilishning ma'nosi nima? Sabr bilan shukr qanday birlashadi? Chunki sabr alam tortishni talab qiladi, shukr bo'lsa xushal bo'lishni keltirib chiqaradi. Bu ikkisi bir-biriga zidqo. Shuni bilginki, ne'mat mavjud bo'lgandek, bala musibat ham mavjuddir. Har qanday bala musibatga sabr qilishga buyurilib vermaydi. Masalan, kufrliq. Kufrliq bo'lsa baladir, kufrliq sabr qilish o'rinsizdir. Gunoh ma'siyatlarga ham, lekin kafir o'zining kufrining bala musibat ekanligini bilmaydi. Shunga u o'zi kasal, ammo ma'lum bir sabab bilan og'riqni his qilmaydigan kishiga o'xshash bo'ladi. Asi o'zining asiyligini bilsa, asiyligini tashlash kerak. Inson o'zi dafi qilish kuchi yetadigan har qanday baloga sabr qilishga buyurilmaydi. Agar qattiq jon qilgan turib suv ichishni rad qilsa, shu sababli uning og'riqi eg'irlashib qoladigan bo'lsa, u kishi ixtiyori qo'yilmaydi, balki u saqayishga undiladi. Banda o'zi yo'qotishga qodir bo'lolmaydigan og'riqqa sabr qilish kerak. Demak, dunyodagi sabr mutlaq balo musibat bo'lmagan narsada bo'ladi. Balki baloning yana bir tarafdan ne'mat bo'lishi mumkindir. Shuning uchun insonda shukr qilish va sabr qilish vazifalari tang mujassamlanishi mumkin. Masalan, bir kishining boyligi boshqalarning u mol uchun jiniga qasd qilib, uning o'limiga sabab bo'lib qilishi mumkin. Sog'liqmi ham shundoq. Dunyo ne'matlaridan har qanday ne'matning balo musibat bo'lib qilishi mumkindir. Ba'zida bir kishiga ma'lum ishlar ham balo musibat ham ne'mat bo'ladi. Bunun misali insonning o'zining qachon o'ladiganligini bilmaslikmi bir ne'matdir. Chunki inson o'zining qachon o'ladiganligini bilsa, uning turmushi jafoliq o'tgan va uzun vaqt qayg'urgan bo'ladi. Shuningdek, uning ba'zi kishilar o'ziga qilgan yomonliklarni bilmaslikmi ne'matdir. Chunki agar kishi u yomonliklarni bilib qolsa, pek uzun alam tortgan, adovat tutgan, nafratlangan va intiqom olishga tirishgan bo'ladi. Shuningdek, uning boshqalarning yomon sifatlarini bilmaslikmi ne'matdir. Chunki agar u boshqa birovning yomon xuylarini bilsa, u kishini yomon ko'rgan, aziyat yetkazgan va uning vabolini olgan bo'ladi.
Qiyomatning qachon qoyim bo'lganligini, qadr kechisining qaysi kechish ekanligini va juma kunidagi duo ijobat bo'lgan soatning qaysi dam ekanligini bilmaslik qatorliqlarning hammasi ne'matdir. Chunki bularni bilmaslik ular haqida izdinish va tirishishga sabab bo'ladi. Mana bular Alloh taolaning bilmaslikdagi ne'matlardir. Bilishdiki Allohning ne'matlari qanday bo'ladi? Dedikki Allah subhanahu va taolaning har bir maxluqotda ne'mati bordir. Hatto ba'zida og'riq tortqish uchun, ba'zida bo'lsa boshqalar uchun ne'mat bo'ladi. Xuddi kofirlarning do'zax o'tida alam tortishi degandek. Kofirlarning do'zax o'tida alam tortishi jannat ahliga ne'matdir. Chunki agar bir qavmga azob kelmasa, ne'matga tushunganlar ne'matining qadrini bilolmaydi. Jannat ahlining xushalliqi do'zax ahlining alamlari tilga ilinganda hassalab oshidi. Quyosh nuri barchaga o'rtaqdir. Halbuki dunyo ahli quyosh nuri shuncha hojatmand turib, ularni bu ne'matdan suyunmagan, osmonning zinnati zimindagi har qanday o'simlikdan go'zal turib, ularni osmonning zinnatiga qarash bilan xushal bo'lmagan holda ko'rasan. Chunki u zinnat hammaga umumiy zinnatdir. Shuning uchun ular quyosh nuri va osmonning zinnati bilan xushal bo'lmaydi va uni ne'mat his qilmaydi. Bizning Alloh taolo bir narsani yaratgan bo'lsa, uningda barliq bandalarga yoki ba'zi bandalarga qarata ilohiy hikmati va ne'mati bor degan so'zimiz to'g'ri bo'lsa, Alloh taoloning balo musibatni yaratishida bu hammasini olg'uchiga yoki boshqalarga ma'lum ne'mat bor. Shunga bir bandada mutlaq balo yoki mutlaq ne'mat deb jazmlashmagan har qanday holatga shukr qilish va sabr qilish mujassamlanadi. Chunki inson ba'zida bir narsaga bir tarafdan xushal bo'lsa, yana bir tarafdan qayg'uradi. Shunga qayg'u jihatdan sabr qilish, xushal bo'lish jihatdan shukr qilish mavjud bo'ladi. Namratlik, kasallik, qo'rqinch va dunyodagi har qanday balo musibatda aql kishi xushal bo'ladigan va unga shukr qiladigan 5 ne'mat bordir. Birinchi, har qanday musibat yoki kasallik aslida bandaga tushgandan battar bo'lish mumkin. Chunki Alloh taolaning taqdirlari cheksizdir. Agar Alloh taolo musibat yoki kasalliklarni bir bandaga hassalab ko'paysa, uni kim to'siya oladi? Shung o musibat va kasallikning texmi cho'ng bo'lib qolmaganiga shukr qilsin. Ikkinchisi, musibatning dinda bo'lib qolmagandir. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu mundaq degan: "Men bir musibat bilan sinalgan bo'lsam, uningda Alloh taolaning menga 4 ne'mati bo'ldi. Musibat dinimda bo'lmadi, musibat texmi cho'ng bo'lmadi, uningga rozi bo'lishdan mahrum qolmadim va uningga savob berilishini umid qildim." Bir kishi Sahil ibn Abdullahga o'g'ri kirib narsa keraklarimni ilibdi degan edi. Sahil ibn Abdullah uningga: "Alloh taolaga shukr qilgin, agar shayton qalbingga kirib iymoningni buzgan bo'lsa qanday qilatding? Seni 100 qamchi urishga qodir turib, 10 qamchi urgan zot shukr qilishingga loyiqdir" dedi. Üçüncü, har qanday jazo oxiratga kechiktirilishi mumkin. Dunyoning musibatlarini unutqil bo'ladi, keyin u yengillashadi. Lekin oxirat musibati doimliqdir. Uni yengillashtirishga yo'l yo'qdir. Dunyoda jazosi berilgan kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisida kelgandek ikkinchi qatam oxiratda jazolanmaydi. Muslimdagi bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Musulmon kishining boshiga kelgan har qanday musibat, hatto putlashib ketsami yoki putuq tikan kirib ketsami, uning gunohiga kafarat bo'ladi." 4. Shu musibat insonga lavhul mahbusda yozilgan bo'ladi. Musibatdan qochib qutulg'ul bo'lmaydi. Demak, musibat uningga yetdi. Shu orqali inson musibatdan rohatlandi. Shunga bu ne'matdir. 5. Musibatning savobi musibatdan ko'pdir. Chunki dunyoning musibatlari oxiratga ilib boruvchi yo'ldir. Shuningdek, kichik balani o'yin o'ynashdan to'sish uning uchun ne'matdir. Chunki kichik bala o'yin o'ynashga qo'yib berilsa, o'yin uni ilm va adab o'rganishdan mahrum qiladi. Shuning bilan u bala umrida uzun vaqt ziyon tortgan bo'ladi. Shuningdek, mol-mulk, oila, yaqin tuqqanlar va ko'z bilan aqlga o'xshagan tan a'zolari ba'zida insonning halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Dinsizlar qiyomat kuni o'zlarining sarang yoki norasida bol bo'lib qilishlarini va aqllarini Alloh taolaning dinida ishlatmagan bo'lishlarini orzu qilishadi. Yuqori qila bir bandada tepilsa, u bandaga shu barda diniy yaxshilik bo'lish mumkin. Shunga u banda Alloh taoladan yaxshilik kutgan bo'lishi, bishiq kelgan ishlarda yaxshilik borligini mo'ljarlishi va Alloh taolaga shukr qilish kerak. Chunki Alloh taolaning hikmati kengdir. Alloh taolo bandalarga manfaatli narsalarni ulardan bekarak bilguchidir. Qiyomat kuni bandalar o'zlariga yetgan musibatning sabablarini ko'rgan chaqda, xuddi kichik bola balog'atga yetganda yetildirgan xuylar sababli ustozi va dadasining uni adablaganlik va qoida o'rgatganligiga rahmat aytgandek, bola musibat bilan sinilganligiga Allohga hamd aytadi.
Demak, balo musibat Alloh taolo tarafdan bo'lgan adablashdir. Alloh taoloning bandalariga kuyinishi dadalarning bolalariga kuyingandan bekarek mukammal va to'liqdir. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolo mu'minga bir narsa iroda qilgan bo'lsa, cho'qim uningda mu'minga yaxshilik bordir. Allah qilg'uvchi xatoliklarning beshi dunyoni yaxshi ko'rishdir. Nijot tepish sabablarining beshi qalb bilan dunyodan yiroqlashishdir. Ne'matlarning balo musibat aralashmasdan insonning maqsad qilg'ini bo'yicha insonga berilishi, qalbning dunyo xotirjam bo'lishi va ulfat elishiga sabab bo'ladi. Musibatlar qancha ko'p bo'lsa, qalb dunyodan shuncha bearam bo'ladi va uningga moyil bo'lmaydi. Shuning bilan dunyo qalbga zindon bo'ladi. Shunga qalbning dunyoni yaxshi ko'rishdan qutulishi zindonga qamalgan odamning zindondan qutulganiga o'xshash maqsadning yuqori pallasi bo'ladi. Alam chekishga kelsak, u zururdir. Alam chekish xuddi seni tizginlab turadigan yoki hech qanday haq olmay, san foydali dori ichiradigan kishi sababli xushal bo'lganiga o'xshaydi. Sen qiynalsan va xushal bo'lsan. Shuning bilan og'riq sabr qilsan va xushallik uchun shukr qilsan. Kimki buni bilsa, bu balo musibatga shukr qilish mumkin. Kimki musibatning sababining musibatdan ko'p bo'lganligiga iymon etmasa, undaq kishining musibatga shukr qilishi notayin. Rivoyat qilinishicha, bir Arabiy Abbos raziyallohu anhu vafot bo'lganda, o'g'li Abdullah raziyallohu anhu ga tasalli berib, mundaq degan: Sabr qilg'in biz bo'lamiz doim sabrchan. Sabr qilsa bosh puxra bo'lg'ay chidamchan. Abbosqa yaxshidir ham sabr qilg'ining, ham yaxshidir Abbosqa sendan ilohing. Ibn Abbos raziyallohu anhu buni anglab mundaq degan: Hech bir kishi menga u tasalli bergandan go'zal tasalli berib baxmadi. Balo musibat turlari va uningga berilgan savob haqidagi mazmunlar ilgari so'zlandi. Balo musibat ustidagi ne'matning fazilati to'g'risida. Sual: sabr qilishning fazilati haqida kelgan xabarlar dunyodagi balo musibatning ne'matdan yaxshi ekanligiga dalolat qiladi. Undaqda biz Alloh azza va jalladan balo musibat so'rasak bo'lamdi? Javob: Alloh azza va jalladan balo musibat so'rashga bo'lmaydi. Chunki Anas raziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kasal bo'lib cho'jiga o'xshab qolgan bir musulmon kishini yo'qlab uningga: Sen bir narsa duo qilganmiding yoki bir narsa tilab duo qilganmiding deydi. U odam: Ha, men ey Alloh, oxiratda meni nima bilan azoblamoqchi bo'lsang, uning bilan meni mushu dunyoda azoblig'in deb duo qilgan edim deydi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Subhanalloh, sen uningga taqat qila olmaysan va ko'tarishga qodir bo'la olmaysan. Kashki Parvardigorimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilg'in, oxiratda mo yaxshilik ato qilg'in, bizni do'zax azobidan saqlag'in desanchu deydi. Anas raziyallohu anhuning yana bir hadisida kelishicha, bir odam: Ey Allohning payg'ambari, qaysi duo eng afzal deb so'ragan edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolodan afu va dunyo oxiratda salomat bo'lishni so'rag'in deb javob berdi. U kishi atsi yana kelib: Ey Allohning rasuli, qaysi duo eng afzal deb so'ragan edi. Rasululloh yana Alloh taolodan afu va dunyo oxiratda salomat bo'lishni so'rag'in deb javob berdi. U kishi 3-chi kuni yana kelib: Ey Allohning elchisi, qaysi duo eng afzal deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan afu qilishni va dunyo oxiratda salomat bo'lishni so'rag'in. Agar sana afu va dunyo oxiratda salomat bo'lish berilsa, baxtga erishgan bo'lasan dedi. Sayyindagi bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taologa sig'inib, qiyin balo musibatdan, bemahal baxtsizlikdan, yomon qazodan va dushmanni xushal qildigan musibatdan panoh tilanglar. Mutarrif rahimahulloh mundaq degan: Menga salomatlik ato qilinib shukr qilishim musibat bilan sinilib sabr qilganimdan suyumlikdir. Fasl sabr qilish bilan shukr qilishning qaysi afzal ekanligi to'g'risida. Sabr qilish shukr qilishdan afzalmi yoki shukr qilish sabr qilishdan afzalmi? Bu vaqtda kishilar har xil fikrlarda bo'ldi. Bu vaqtda uzun gap so'zlar bo'lib, uni muallif rahimahulloh tilga olgan. Bu vaqtdagi so'zlarning xulosasi shuki, sabr qilish bo'lsin, shukr qilish bo'lsin, har birining o'z oldiga darajalari bo'ladi. Eng tuvan darajadagi sabr qilish yomon ko'rib turib shikoyat qilishni tashlashdir. Uning keynida mamnun bo'lish bo'ladi. Mamnun bo'lish sabr qilishning keynidagi bir maqomdir. Balo musibatga shukr qilish bo'lsa, mamnun bo'lishning keynida turdi.
shukr qilishning darajalari ko'pdir. Bir bandaning o'ziga Alloh taolaning ne'matlarining arqam-arqa kelganligidan hayo qilishi shukr qilganlikdir. Ne'matlarga shukr qilishda sahvanlik o'tkazganligini bilishi ham shukr qilganlikdir. Alloh taolaning afu qilishi va gunohlarni yepishning buyukligini bilishmi shukr qilganlikdir. Ne'matlarning boshida inson u ne'matga loyiq bo'lmasa-mu, Alloh taolo tarafdan kelganligini e'tirof qilishimi shukr qilganlikdir. Shukr qilish Alloh taolaning ne'matlaridan bir ne'mat ekanligini bilishmi shukrdir. Ne'mat ichida turib kamtar bo'lish, o'zini tuvan tutishmi shukr qilganlikdir. Vasita sabablariga shukr qilishmi shukr qilganlikdir. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kishilarga rahmat aytmagan kishi Allohga shukr qilmagan bo'ladi. İnam qilg'uvchining oldida go'zal axloqli bo'lish va uningga e'tiroz bildirmaslikmi shukr qilganlikdir. Ne'matlarni go'zal ravishda qabul qilish, kichik ne'matlarni cho'ng hisoblash shukr qilganlikdir. Demak, shukr qilish doirasiga kirib ketadigan so'zlar va ish-harakatlar nihoyat ko'pdir. Ular ham turli darajada bo'ladi. Shunga shukr qilish darajalarini birsi yana birisidan afzal deb to'liq bayon qilib bo'lish qandaqmi mumkin bo'lsin? Lekin biz deymizki, malni Alloh taolaga itoat qilganlik bo'ladigan yerga sarf qilishdan iborat shukr qilishga sabr qilish qo'shilsa, shukr qilish afzaldir. Chunki unda qilish sabr qilishni ham o'z ichiga oladi. Malni Alloh taolaga itoat qilish bo'ladigan yerga sarf qilishda Allohning ne'matidan suyunish, malni kambag'allarga sarf qilish, ilmini ko'tarish va uni mubah bo'lgan rohat farog'atda yashashga sarf qilishni tark etish qatorliq sifatlar bo'lganligi uchun bularni e'tiborga ilib turib, mundaq qilish sabr qilgandan afzaldir. Lekin mol-mulk shukr qilish gunoh yo'lida mol sarf qilmaslik, balki molni mubah bo'lgan rohat farog'atga sarf qilish bilan bo'lsa, bu yerda sabr qilish shukr qilishdan afzaldir. Sabrchan kambag'al milini ching tutib olib, uni mubah yo'llarga sarf qilguvchi boydan afzaldir. Chunki kambag'al kishi nafsiga qarshi jihad qilib, Allohning bergan sinqiga eng go'zal ravishda sabr qildi. Sabr qilish qismlarini shukr qilishdan afzal degan barliq qarashlar faqat xos qilib turib bu martabani nazarda tutgandir. Chunki mol-mulk ne'matidan va mol-mulk bilan behojat bo'lishdan kishilarning tushanchalariga tezlik keladiğini insonning Allohga shukr deyishidir. Bunday bo'lgan ekan, umumiy kishilar tayinlagan sabr qilish ular tushungan bu shukr qilishdan afzaldir. Biz tilga ilib o'tgan ma'nolar muloyiz qilinsa, ba'zi ahvollarda bu ikkisining har biri uchun bir yo'nalish borligini bilish mumkin. Tilga ilingandek ba'zida sabrchan kambag'al shukr qilguvchi boydan afzaldir. Ba'zida shukr qilguvchi boy sabr qilguvchi kambag'aldan afzaldir. Boy o'zini zaruriyat miqdorida mal tutadigan, qolgan mollarni yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan kambag'alga o'xshash ko'rsa yoki molni muhtojlarga ambarchi sifatida yenida tutsa, uni muhtojlarga sarf qiladigan fursatni kutib, molni sarf qilganda yuz obro'y va minnat qilish uchun sarf qilmasa, bundaq boy sabrchan kambag'aldan afzaldir. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi bilguchidir. Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.